beriladi marketing rejalarida. 100 ball, 200 ball va 300 ballik sistemada siz hamkor bo'lishingiz mumkin. 100 ballning summasi 1,5 milliondan 2 milliongacha, 200 ballning summasi 3,5 milliondan 4 million so'mmagacha bo'lishi mumkin va 300 ballniki 5,5 milliondan 6 million so'mmagacha bo'lishi mumkin. Endi siz qaysi bir paketimizda mahsulot xarid qilsangiz, o'sha summada vaucherga ega bo'lasiz. Aytaylik, 100 balllik mahsulot xarid qildingiz va siz 2 million so'mmalik vaucherga ega bo'ldingiz. Kompaniya shuni oylar davomida sizga 10% qilib arzon qilib yechib beradi va siz 100 balllik mahsulotni bepulga ichgan bo'lasiz. Endi siz mahsulotni ichdingiz va natijalar oldingiz. Natija boshlaganingizdan keyin albatta natijalaringizni kimgadir aytasiz. Aytaylik, bitta do'stingizni olib keldingiz. U do'stingiz keldida o'zidagi muammolarga 300 balllik mahsulotni xarid qildi. Buning summasi 6 million bo'lishi mumkin. Bu birinchi haftada boshlagan ishingiz va kompaniya sizga aynan mana shu do'stingiz kelib mahsulot olganligi uchun, 300 balllik mahsulot olganligi uchun, siz sabab bo'lganligingiz uchun ikkinchi haftani boshlanishiga sizga 1 million 800 ming so'm daromad chiqarib beradi. Endi siz ikkinchi haftani boshlanishiga yana bitta tanishingizni olib keldingiz. U tanishingiz aytaylik 200 balllik mahsulotni xarid qildi. Summasi 4 million so'm bo'ldi. 4 million so'm mahsulotdan sizga 3-haftaning boshlanishida 1 million 200 ming so'm daromad chiqarib beradi. Endi ishingiz davom etyapti va 3-haftada yana bitta tanishingizni olib keldingiz. Bu tanishingiz 100 balllik mahsulotni xarid qildi bizning kompaniyamizda. Buning summasi 2 million bo'lishligi mumkin o'rta hisobda. Aynan shu inson mahsulot xarid qilganligi uchun sizga 4-haftaning boshlanishiga 600 ming so'm daromad chiqarib beradi o'rta hisobda. Endi siz bir oyda mana shu 3 ta tanishingizni olib keldingiz va bular mahsulot xarid qildi. Sizga haftalik qilib jami 3 million 600 ming so'm daromad yechib beradi. Endi qaysidir bir tanishingiz bitta mahsulotni shunday olmoqchi, ular hamkor bo'lib olmoqchi emas. Aytaylik, kokozi mahsulotni olmoqchi. Kokozi mahsulotimizning o'zi xaridor narxi 412 ming so'm turadi. Siz 100 ball bilan boshlanishda hamkor bo'lganingiz uchun bu mahsulotni 343 ming so'mga olasiz. Va endi sizda 100 balllik vaucheringiz ega bo'lganligi uchun 10% kompaniya arzon yechib berishi hisobiga aynan bu mahsulotimiz 309 ming so'mga tushdi. Sizga mana shuni orasida 103 ming so'm foyda qoladi. Bu 103 ming so'mni mana bu bonusingizga qo'shib olsangiz bemalol bo'ladi. Endi siz 309 ming so'mdan olib bemalol biron bir xaridoringizga 412 ming so'mdan sotsangiz bo'ladi va mana bu daromadingizga qo'shilib sizga 3 million 703 ming so'm bir oy davomida daromad chiqadi. Agar bularning sonini qancha ko'paytirib borsangiz, haftalik bonuslar shuncha ko'payib boradi. Bu ISP paketda, ISP paket bo'ladigan bo'lsa, sizga kelasi oyning 7-sanasida Simple Marketingda ham sizga daromad chiqarib beradi. Oddiy, sodda, har qanday inson buni o'rganib bemalol ishlasa bo'ladi.